Bu konuda bir gap bor. Qizlarni buzgan Laza, o'g'avalni buzgan Gaza deb. Bu nima degan gap degan chaqimizda? Bu Lazini o'zi qizlar ko'p iste'mol qilib olsa, odatda qonni qizitish, ishtahani echish, uning bilan hormonlarni ojiz kuchaytirib etib, bu yerda qizlarningki qonni noyati qiziq holatda kelib, noyat asallam jinsiy hormonningki g'idiqlanishi keltirib chiqarib qo'ydi. O'g'illarni buzgan Gaza degan nima degan gap degan chaqimizda bu gazının o'zi ma'niy ko'paytirish, ma'niy sifatini yuqori ko'tarish iqtidori bo'lgan bilan börekning atrofidagi cho'mayni serivitadi bu, azitibdi. Shuning bilan shahvat vallab ketadi. Shunga ko'nilniki qizlarni buzgan Laza, o'g'avalni buzgan Gaza degan gapi shu. Laza ochiqsa nima uchun bak ziyon qiladi degan chog'da ko'p qism shu kasalliklar, masalan, teri kasalliklari deymiz. Bo'libmi teri kasalliklarda Laza ochiqsa qonni qizitish xususiyat bo'lgandan keyin qonni oson g'idiqlab, teri kasalliklarininki texnik kuchib ketishni keltirib chiqarib qo'ydi. Ikkinchidan, ma'z bezi. Ma'z bezidagi kasalliklarni qo'zg'atib o'tadi. Uchinchidan, masalan, shu maqatdagi har xil kasalliklar, buvasir deymiz, maqat oqmasi deymiz, maqat qichish kasalligi deymiz, bunday kasalliklarni Laza ochiqsa, mushuyaninki kasallik alomatini texnik ig'irlashtiradi. Hamda saq odamlar Laza ochiqsa yemaslik kerak deydi. Ish emas. Amaliyotda bu Laza ochiqsining nurg'un foydali taraflari bor. Birinchidan, hazmni yaxshilaydi, ishtahani ochadi, badanni qizitadi. Qon aylanishini texnik rivojlantiradi. Qon aylanishini texnik ilgari suradi. Amaliyotda Laza ochiqsa hormonlarningki ajralib chiqishi, badandagi har xil metabolizmningki texnik yaxshi ilgari surishiga turtkilik rol o'ynayotgan bir taom quruvchimiz. Shunga odatda uzanglarda alohida cho'ng kasallik ahvoli bo'lmagan bo'lsa, yoki bo'lmasa alohida teri kasalliklar bo'lmagan bo'lsa, Laza ochiqsa inson bo'ladi. İştahını açıtı, hazmni yaxshilaydi, qonni jonlantiradi. Nima degan yaxshi? Lekin kasallik ahvol ostida sizlarni tipini kasalliklarni ko'ra, sizga Laza ochiqsa, sizga ziyon qiladi degan bo'lsa, iste'mol qilmang. Bu ko'nilda bir gap bor. Qizlarni buzgan Laza, o'g'avalni buzgan Gaza deb. Bu nima degan gap degan chaqimizda, bu Lazini o'zi qizlar ko'p iste'mol qilib olsa, odatda qonni qizitish, ishtahani echish, uning bilan hormonlarni ojiz kuchaytirib etib, bu yerda qizlarningki qonni noyati qiziq holatda kelib, noyat asallam jinsiy hormonningki g'idiqlanishi keltirib chiqarib qo'ydi. O'g'illarni buzgan Gaza degan nima degan gap degan chog'imizda bu gazining o'zi ma'niy ko'paytirish, ma'niy sifatini yuqori ko'tarish iqtidori bo'lgan bilan börekning atrofidagi cho'mayni serivitadi bu, azitibdi. Shuning bilan shahvat vallab ketadi. Shunga ko'nilniki qizlarni buzgan Laza, o'g'avalni buzgan Gaza degan gapi shu.